Hammaga salom. Bu videoda oxirgi 4-5 kun ichida kelgan e'tirozlarga yana bir bor javob bermoqchiman. Yana bir bor deganimga sabab, bunday e'tirozlarga ko'p marta javob berganman, lekin baribir yana kelyapti. Tushunishimcha, yangi tomoshabinlardan. Butun kontekstni keltiraman. O'zingizlar ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, oxirgi shu 4-5 kun ichidagi Telegramdagi postlarim nisbatan keskinlashib ketgan, agressivlashib ketgan yoki bugungi kunda keng tarqalgan atamani qo'llaydigan bo'lsam, radikallashib ketgan. Va tushunishimcha, hatto ateist tomoshabinlarimga mana shu keskinlashuv yoqmayapti, shu sababli e'tirozlar bildiryapti. Endi aniq bilmayman, ular ateistmi, ateist emasmi, har holda ular menga qilgan murojaatidan men taxmin qilyapman. Chunki o'zini murojaatlarida ular qandaydir hurmat bilan meni aka deb yoki sizlab yoki bro deb yozishyapti. Musulmonlar odatda menga murojaat qilganda hurmat u yerda tursin, onamdan boshlab oxirida o'lim tilaklari bilan yakunlashadi. Va tushunishimcha, musulmonlar murojaat qilganda bro deb yozishmaydi, to'g'rimi? Shu sababli men taxmin qilyapmanki, bu tomoshabinlar ateistlar yoki har holda ateizm bilan muammosi bo'lmagan odamlar. Shu e'tirozlari nima? Tot radikallashib ketyapsiz. Tot postlaringiz nihoyatda jirkanch yoki tot qachon bo'ldi qilasiz, ko'nglim qolyapti va hokazolar. Ya'ni ham e'tirozlar, ham o'ziga xos bir savollar. Va mening javobim har doimgidek bir xil bo'ladi. Ming bor uzr, lekin agar ateist xunuk bo'lsa, ayb ko'zguda emas-ku, to'g'rimi? Men buni ko'p marta aytganman. Mening mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatim bu majoziy ma'noda musulmonlarning yuziga tutilgan ko'zgu. Ya'ni mening postlarimga qarab musulmonlarning abdi basharasini ko'rsangiz bo'ladi. Va rosti, mana shu Telegramdagi postlarimga qarang, osmondan olyapman bu narsalarni. Mana bitta muftiy chiqib olib, ota qizini zo'rlab qo'ysa ayb qizda deyapti. Men mana shuni ustidan kulib tanqid qilyapman. Endi radikal menman. Shu ishim uchun radikal menman. Mana shu muftiy emas. Yoki kimdir meni mana 25-noyabr kuni o'ldirgani kelyapti. Mana shuni qo'yganim uchun radikal menman. Meni o'ldirmoqchi bo'lgan odam emas. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa narsalar uchun meni radikal deyish bu bilmadim. Va mana kontekst sifatida ijtimoiy tarmoqlarga ham e'tibor bering. Qayerga qaramay, hammasi ateizmni yomonlayapti. Shu kecha kuni maktabda bitirgan qandaydir mashhur vloger chiqib olib, ateistlar dalbayob bo'ladi deyapti. 100 minglab prosmotrlar, hammasi qarsak cholyapti. Yoki o'zicha topless bo'lmoqchi bo'lgan bitta YouTuber autizmdan ateistlar kelib chiqadi deyapti. Ya'ni tushuntiribsizmi? Ateistlarni kasal deyapti. Odamlar qarsak cholyapti. Yoki mana hatto Kamaz haydovchisi ateistlar onasi bilan yotadi deyapti. 100 minglab prosmotrlar, hammasi qarsak cholyapti. Yoki kecha kuni mana Elnur Mey degan bola Instagramda ateistlar haqida qandaydir salbiy fikrlarni targ'ib qilyapti va men ko'ra olmayapman, sababi meni bloklab olgan. Ya'ni meni bloklab orqamdan mazza qilib men kabilar haqida gapiryapti. Zo'r. Va nimagadir ularning izohlarida hech kim aka oshirib yuboryapsiz, radikal bo'lib ketyapsiz, negativ bo'lib ketyapsiz, ko'nglim qolyapti degan izoh yozmaydi. Bironta musulmonni ko'rmaysiz shunday yozgan. Hammasi alhamdulillah haq gapni gapirdingiz. Alhamdulillah bu najaslar odam bo'lmaydi. Lekin men ateist sifatida o'zimni himoya qilib mana shu odamlarni iqtibos qilsam radikal menman. Men jirkanchman. Qani bu yerda mantiq? Va bilasizmi? Yana bitta qiziq fakt. Ulardan farqli o'laroq men mana shu keskin qarashlarimni faqat munozara maydoniga olib chiqaman. Shaxsiy hayotda umuman din bilan muammoim yo'q. Mana kecha kungi videolarda qo'ydim. Qora tanli hamkasbim bor. Uchiga chiqqan masixiy. Har ishida, har shu gaplarda Bibliyani iqtibos qiladi. O'zini dinidan gapiradi. Hech qanday konfliktim yo'q. Bir chiroyli birga ishlaymiz, yaxshi do'stlarmiz. Bundan tashqari ko'p musulmon do'stlarim bor. Ular bilan hech qanday konfliktim yo'q. Bir chiroyli shu do'stlashamiz, muammo yo'q. Sababi ular saviyali odamlar, ular tushunadi bu e'tiqod masalasi o'zining shaxsiy narsasi. Birov bilan ishi yo'q ularni. Ya'ni ularni men bilan ishim yo'q, ishi yo'q, meni ham ular bilan ishim yo'q. Mana shu. Lekin bizdagi musulmonlarda ahvoli nima? Men bitta misol keltiraman, aniq qaysidir hozir ismini keltira olmayman, lekin menga tashlab berishdi 3 ta yoki 4 ta videolar. Qandaydir xullas mashhur bo'lib qolgan shaxs bo'lsa, darrov birinchi savol shu: musulmonmisiz yoki ateistmisiz? Bizning musulmonlar beradi mana shu mashhur bo'lib qolgan shaxsga. Ishing nima? Birovni dini bilan, to'g'rimi? Lekin yo'q, bizdagilarda mana shu tushuncha yo'q.
din bu shaxsiy narsa, birov bilan ishimiz bo'lmasligi kerak. Yo'q, bunaqa narsa yo'q. So'rashadi darrov, musulmonmisan? Javob ber. Va haligi sho'ron qurg'ur mashhur bo'lib qolgan odam gapni aylantirib u yoqdan bu yoqdan ha men musulmonman ham deya olmaydi, chunki yolg'on gapirib qo'ygan bo'ladi. Tushundinglar? Mana shu. Yana bitta narsa bo'ldi, xullas mana shu e'tirozlarga javob. Mening mana shu keskin qarashlarimni, keskin tanqidlarimni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, siz mening manbaimni yo'qoting, shu bilan men yo'qolib ketaman. Mana shu mening tanqidlarim. Lekin bitta qo'shimcha, endi o'zi umuman mana shu din tanqid qilishim yo'qolib ketadimi va hokazolarga keladigan bo'lsak, shu joyda mana afsuski shunday javob berishga majburman. Buni shaxsan do'stlarim ham, shaxsan tanishlarim menga shu savolni bergan edi, bo'ldi qilgin dinni tanqid qila olmagin deb. Va men va'da bergan edim, yo'q, shu 15 ta videodan keyin menimcha yo'qolib ketsam kerak degan edim. Afsuski bu va'damni ustidan turmasam kerak. Sababi men beixtiyoran hozir qandaydir torch bearer, nima bo'ladi torch bearer? Mashalchi, shu mashalni ko'tarib yuruvchi bo'lib qoldim. Ateizm dunyoviylik qarashlarining mana shunday nima bo'ladi? Reprezentativ. Tushundinglar? Mana shu o'ziga xos bir yuzi bo'lib qoldim. Mendan oldin tushunishimcha, mana shu islomga nisbatan qandaydir keskin qarashlar yoki ateizmni himoyasi deyarli bo'lgan albatta, lekin anonim shaxslar tomonidan yoki shu qat'iy chiqmagan odamlar tarafidan bo'lgan va endi men birinchi shaxs bo'lib qoldim. Shu sababli ko'plab odamlar menga mana yozishyapti. Rahmat sizga, siz kabi odam tufayli men o'zim sog'lom ekanligimni tushundim yoki men o'zimga o'xshagan boshqa odamlarni topdim va hokazolarda menga minnatdorchilik bildiryapti va shu bilan boshqa odamlarning fikrlarini ko'ryapman. Ateizm deganda mana shu men tushunadigan bo'lib qoldim O'zbekistonda beixtiyoran. Buni xohlamagan edim, chunki o'zim tushunib turibman, mening imijim va mening dunyo qarashim O'zbekistondagi qandaydir yuz bo'lishga to'g'ri kelmaydi. Mening qarashlarim O'zbekiston madaniyati bo'ladi, madaniyatiga to'g'ri kelmaydi. Bu haqda ko'p gapirganman. Bitta misollardan biri, misol uchun men nikohdan oldingi jinsiy aloqaga neytral qarayman yoki gomoseksuallarga neytral qarayman va hokazolar. Ya'ni bu qarashlarim O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi. Shu sababli meni yuz sifatida qilish yaxshi emas. Lekin xursandman, baribir endi shunda ko'rishyapti ekan va shu sababdan endi menimcha bu faoliyatimni, ya'ni mana shu tanqidiy qarashlar, skeptitsizmni va ateizm himoyasini to'xtata olmasam kerak faoliyatini. Sababi monopoliya yo'qoldi munozara maydonida. Oldinlari shu 3-4 yil oldin munozara maydonida islom monopoliyasi edi. Nima bo'lmasin islom haq yo'l. Qandaydir youtuber yoki mana shu mashhur odamga savol berilmasin, din haqida alhamdulillah musulmonman, alhamdulillah islom haq degan javoblar bo'lardi. Hozir bu monopoliya yo'qolyapti. Hozir mana dunyoviylik, ateizm qandaydir katta pozitsiyaga ega. O'zingizlar e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, ijtimoiy tarmoqlarda mana shu ateizm din mavzusi eng mashhur mavzulardan biri. Avvallari o'zingizlar tushuntirsizlar faqat islom edi. Va men o'ylashimcha, mening mana shu monopoliya o'lishiga bu so'zni bir tomoshabindan o'rgandim. Bilvosita ta'sirim bor. Ya'ni tushuntirsizlar, islom monopoliyasi O'zbekistonda o'lishiga mening bilvosita ta'sirim bor deb o'ylayman, chunki hozir endi kanalim statistikasiga qarasangiz, hazil emas. Oyiga 300 ming tomoshabin kiradi. Videoga emas, kanalimga. Bu katta raqamlar. Ya'ni mana shu katta youtuberlar bilan hozir deyarli bir darajadaman. Va tushunishimcha, mana shu bugungi kundagi mana shu munozara maydonidagi o'zgarishlar sababli, ateizm qandaydir o'ringa ega bo'lganligi sababli men endi o'zimning faoliyatimni to'xtatishim qaysidir ma'noda predatelstvo, sotqinlik bo'ladi. Ya'ni chunki juda ham ko'p tomoshabinlar mana meni endi mana shu mashalchi deb bilishadi. Endi mashalchi o'zini to'xtatishi ularga nisbatan sotqinlik bo'ladi. Shu sababli bo'ldi, endi menimcha bu ishimni to'xtata olmasam kerak. Va yana bitta narsa, qo'ziqorilar chiqyapti. Nima demoqchiman? Mana ko'p tashashdi menga videolar. Qayerdadir men mana shunday sekingina e'tirof bo'lyapman, odamlar e'tirof qilishyapti. Yoki qaysidir videolarda shu mening gaplarim qandaydir
iqtibos qilinyapti mening ismim aytilmasdan ham. Ya'ni xullas mashhur youtuberlar meni bilishini sekin bildiryapti, qisman bildiryapti. Ya'ni tushuntiribsiz, mening rolim qandaydir bor bu joyda. Shu sababli endi shunday tashlab ketishim menimcha sotqinlik bo'ladi. Va islom mana shunday keskin tanqidini to'xtatsam ham ateizm himoyasi, mana shu skeptik qarashlar va o'zi umuman dinlarga bo'lgan tanqidiy qarashlar faoliyatini to'xtatmasam kerak, afsuski. Ya'ni mana ikkita javob olasiz bu e'tirozingiz va savolingizga. Keskin qarashlarni xohlamasangiz manbani yo'qoting, lekin tanqid va o'zi umuman dinga qarshi bo'lgan faoliyatimni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, afsuski bu narsa yo'qolmasa kerak, chunki juda ham ko'p odamlar buni xohlayapti va munozara maydonlarida bu pozitsiya kattalashishiga men asos bo'lyapman deb o'ylayman. Shunaqa gaplar. Shu ko'p gapirib yubordim, lekin savolingizga javob oldingiz va e'tirozlaringizga ham javob oldingiz degan umiddaman. Hammaga xayrli kun, tinch bo'linglar.